Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 16-qism. Sarem xuddi o'g'ri mushukdek ko'zlarini parqiratgan holda qarab turgan eri Basitni ko'rib, qo'lidagi pulni yoshirishga urinib, yolg'ondan boshqa bir narsa izdegan qiyofatga kirib oladi. Nimandaq o'g'ri mushukdek timsiqlab yuraysiz? Ajab qo'rqib ketdimi? Deganicha qasnaq uydan sirtqa qarab mangdi. Basit bo'lsa, bayili Sarem pul olgan joydan ko'zni uzmay turib, Shu non yaqidaganga yordamlashga qo'lim qo'chillar kirib tikan. Qarsam sen ko'rinmaysan. Seni izlab kirgan edim. dedi. Saremmo ittik hoylaga chiqib, hal so'rab tamoq ko'tirib kirgan xo'lim qo'shnilar bilan ko'rishib, ishlarni biraqir o'rinlashtirib, o'zimi choyning tayyorligiga tushib ketgan edi. Ana bo'lsa, texichi asliga kelolmay, o'zlaridan ahvol so'rab, tamoq ko'tirib kirgan xo'lim qo'shna haqan soyilarga hang vaqtidek qarab o'tiradi. Xo'lim qo'shna urug' tuqqanlarning yordamida Saremning qaynotasi G'ulam akaning choy tayyorligi bitib, atisi bu rasmiyatlarni obdan o'tkazib oldi. Atdiganda uyga kelgan mehmonlarni ancha-muncha uztishib, ha-ho deyishib yurgan Basit tush bo'lay deganda tuyuqsiz yo'qolib ketgan edi. Tushdan keyingi vaqt bo'lganda ba'zi bir rasmiyatlarning kam qolganligini o'ylab, pul elib chiqish uchun hujra uyning ichidagi qizning uyiga kirib, o'zi eng bexatar deb tiqib qo'ygan pullarini elish uchun qo'l solgan Sarem jiddiylashganidan chiroylari tatirib, put-qo'li mag'dursizlanib titrab ketdi. U sal hayron bo'lgan ham g'azablangan holda aldirash bu yerdagi narsa keraklarini chuvlab elishga boshladi. Ammo qiyni otasi G'ulam aka: Qizim, bundan keyin uyning kirim chiqqan pullarini siz tuting. Biz yashinib qoldik. Hozir cho'ng bo'lib qolg'ashqa bekchiq ishlar esimizda turib ketmaydigan qizim. Deb bergan pul pichak bilan qiyni onasi Masturxon ana uningga bergan oltin zinnat jabduqlari silingan kichik sanduq ko'rinmaydi. Sarem shuncha axtiribmi, u yerdan u narsalar chiqmagandan keyin tunugulli yo'ldoshi Basitning xuddi o'g'ri mushukdek temsiqlab, uning kaynida turganini esiga elib, voy isit, mau ahmoqligimni shu vaqtning o'zida Basit degan hayvon to'ng'iz temsiqlab kirib, pul olganimni ko'rib qoptikan emasmi? Men nimancha dod shu aman u yerdagi narsalarni elib boshqa yerga yutkazsam bo'lmamdi, deb pushaymon ichida o'zining yuzlariga necha shaplaq urvatdi. Ammo yutgan narsalar tepilib qolandi. Uyda mehmonlar, urug' tuqqan xo'lim qo'shnilar batirsa, ular yaxshi ko'ngli bilan Saremga yordamlashib, mehmon uzatishib berayotgan tursa, uydan pul, oltin jabduq yutib ketdi desa, bu na ahonat, na nomus. Ular qanday o'ylab qoladi? Biz ko'nglimiz bilan ichimiz og'rib, yordamlashga kelsak, o'g'ri tutdi deb o'ylab qilishi to'g'ri gap edi. Shuning uchun Sarem Levini qattiq tishlab, o'zini nihoyatda besib olgan holda qaznaq uydan qaytib chiqib, o'zining kichikidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan sirdosh do'sti Havoxonga qo'lidagi uzukni chiqarib berib, "Jinim do'stim, hozir mendan hech qanday gap so'rama. Darhol bu uzukni shaharga elib kirib, setvetib, pulni elib chiqib bergin", dedi. Azaldan do'sti Saremning bu uyda nima kunlarni ko'rayotganini bilib turgan Havoxon: "Nim deydigan sen jinim do'stim? Pul lozim bo'lsa gapning ochiqini qilmamsan. Uzukni sotaman deb yurgicha", dedi. Va "Sana necha pul lozim, degina", deb oppoq shenko ishtinning ustiga tortib olgan to'r paypiqining ichidan bir tutam pulni chiqarib sanab ko'rgandan keyin
Meh, ale. Canım dostum, helimi bilgandek, qaynotamning nazir ishini tugatgandan keyin shaharga kirib azroq savdolik qilib chiqay deb, yenimda azroq pul ilib ekanman. Bekorga barsimi sanib ol deydigan gap bor. Sanab baqa. 700 goy pul borkan yenimda. Mushu yetamdi. Yessa hozircha mushuni ishiltib turg'in, dedi. Saram halqaliq paytda o'ziga asqatgan bu janjigar do'stining qo'llarini tutib, ko'zlariga yosh olgan holda, "Rahmat jinim do'stim. Atil o'zikni setib, pulingni qaytarib beraman. Ajabmi bilan vaqtida asqatdim." degenicha pulni elib uy ichiga mangdi. Qaynotasi G'ulam akaning çay işleri ve başka artıq özük işlerini ahırlaştırgan Saram, ertesi özü şehirge kirip, qo'lidagi üzükni setip, do'sti Havoxonga qaytirib berdi. Havoxon, "Ey jinim do'stim, men seni söylep uyinga berib olmagandikin, o'zing ishlab tursang bo'lmamdi deyman. Kimning beshiga bunday qiyinchilik kelmaydi deysan?" "Hey Saram, undaq desam ko'nglinga kelmasin. Qaynonangning tegitakdidan xeyli boy, qo'l ilkidi bor, halliq kishilar edi. Bu nima ish? Sizlar to'y qilib 10 yilga qolmagan vaqtda, hatto qo'lingdagi o'zikingni sotqudek holga kelib qoldingmi? Xastanga hiylagarlik qilmaydigansan, jinim do'stim." Do'sti Havoxondan bu gapni anglagan Saram o'zini tutib ololmay do'stiga esilib, o'ksib, yig'lab ketdi. Va bu uyda bo'lgan ishlarni, tunugungi mehmonlarni uzatishdan keyin yo'ldoshi Basit bilan tangla o'zining hujra uyga yushirib qo'ygan oltin zib-zinnat va pul mollarning yo'qolib ketganligini aytib berdi. Do'sti Saramning yig'lab turib qilgan gaplarini anglagan Havoxon g'azabdan gerilgudek bo'lib, "Hey, bu Basit degan eshak go'yning tashqi qiyofatiga qarabla bir odam debdimi? Odam emas, hayvonkan-ku bu. Kishi o'zininkini o'g'irlamdi deyman. Necha vaqtdan balang bir vaqtida ajrashib ketgan. Buningdan yaxshilik kelmaydi. Ajrashib ket desam faqat gapimni anglamadim. Mana, uning qilgan atganlari oz degandek, yana birini tug'dim. Endi 2 balang bilan mushu bekor talat o'zininkin o'zi o'g'irlab yuradigan nokas avlaq bilan qandoq o'tib ketarsan endi? Qaynotangmi tugab ketdi. Qaynonangning ahvoli bo'lsa, mana kallasidan ketib, sana yuk bo'lib qoldi. Yoki bu ayolning holidan xabar oladigan boshqa bolalar bo'lmasa, o'g'lining bo'lishi andoq tursa, nimanda tarqilqon bordi jinim do'stim sening?" Havoxon do'sti Saramga ichi ag'ritib, uning bilan birga ko'z yoshi qilishdi. "Jinim do'stim, alla burun uning bilan o'tib ketadiganga ko'zim yetmay, Basit bilan ajrashish uchun xalq sud mahkamasiga arz sunib qo'ygan edim. Bundan bir hafta ilgari sud mahkamasidan bizning ajrashish ishimizni bir taraf qiladiganga chaqiriq qog'oz avatib tikandiq. Basit degan odam bo'lmaydigan eshak go'y. Chaqiriq qog'ozni ko'ribla uyga kelib men bilan urushib, chechimdan to'g'lab, urib, dassab yuraydi. Shuning bilan bechora qaynotam o'g'lining qilgan yo'lsizliklarga bardoshlik berolmay, yurak kesili qo'zg'olib, olamdan o'tdi. Qaynotamni yerlikka qo'yish, musibat ishlari va nazr chiroq mehmon uzatish bilan mana bugungi so'rilib ketdi. Bu nomusiz sharmandaning shundoq vaqtida uni aslan o'g'irlab chiqib ketadiganini men nerdan bilay? Aslima o'zimga oz. U yerdan pul olganimni Basit ko'rib qolgandikinla. Darhol u narsalarni boshqa yoqqa yutib ketmagan bo'lgandikin, o'zimning sho'ridigina jinim do'stim. Bugunli beri sud mahkamasiga qaytadan Basit bilan ajrashishga arz sunib, oldingi qatimdagi arzdan voz kechganlik sababini sud xodimlariga tushuntirib, Basit bilan ajrashgan ishimizni qaytadan tezroq bajarishni aytaman, dedi. Do'sti Havoxonning Saramning keyingi turmushida 2 bola bilan qaynilib qolishidan ansirgan bo'lsa-mu, necha vaqtdan beri yo'ldoshi Basitdan ko'rmagan xo'rliqlari, yemagan tayoqlari qolmagan bo'lg'achqa, uningga ortiqcha gap qilmay, xursinib qo'ydi.
Aytqandek, ertesi Sarem qaytadan sud mahkamasiga berib, Basit bilan ajrashish arz sundi. Sud mahkamasidagi arz qabul qilg'uchi xodim Saremning yo'llagan arzining ism familiyasiga qarab, sal ajablangan holda: "Hada, siz avval qatim sudga arz sunib ijro qilish vaqtida suddan voz kechib, sud maydoniga ayol har ikkinlar kelmaganinglar uchun suddan voz kechib arzni qaytarib olgan degan hukmni chiqargan edik. Endi bu zoda nima ish? Yana qaytadan arz sunib kepsizg'u?" dedi sal ajablangan holda. Sarem sal o'ng'aysizlangan holda o'ltirib ketgandan keyin: "Qarang ukam, sizdan yushirmayman. Dal sotning chaqiriqini topshirib olgan kuni uyimizda musibat bo'lib, qaynotam tugab ketdi. Shu sababdan sotga qatnashishga mumkinchilik bo'lmay qoldi. Endi musibat ishlarini oxirlashtirib, qayta arz sunishim", dedi. Hürmetlik asar anlag'uchi va o'qirman do'stlar. Sarem bu odam qalbidan chiqqan yo'ldoshi Basit bilan ajrashib ketalarmi? Bu ayolning keyingi turmushi qandoq bo'lib ketar? Agarda asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz davomli keyingi qismlarda bo'lsin. Avazlıq əsər 13 yaşlıq ana. Abdori Arzugül Əkrəm. Mikrofon aldıda Yusufcan Abdurrahman, Bahargül Habibullah. 17. qism. Saremning gaplarini anglagan arz qabul qilg'uchi xon qiz to'liqmi afsuslangan holda Saremga: "Canım hada, qonunni tushunmaganinglar, qonunga bo'lgan tushunchanglarning tuvanligidan man endi yana necha oy saqlashga majbur bo'ldingiz. Asli shu kuni sudga kelolmagandan keyin kimligingizni birarsidan sud mahkamasiga avatib, sud ichilish vaqtini necha kun keyniga surish iltimosingizni va sababini aniq aytib, sud vaqtini keyniga sursangiz tamoman bo'ladi-ku. Bo'pti endi. Qayta arz sunsangiz, tartib bo'yicha 2-3 oy keyniga surilib ketish mumkin", dedi to'liq afsuslangan holda. Sarem sud mahkamasiga Basitdan ajrashish uchun arz sunib qo'yib, yanala ota-onasining uyiga ketmay, Basitning uyida uning opasi Masturxonning holidan xabar olib, 2 bolasi bilan birga o'tishga majbur bo'ldi. Ammo Saremning qaynonasi Masturxon onining kesili kundan kunga og'irlashib, turibli qaqoqlab kulib ketadigan, birda yig'laydigan, o'z-o'ziga so'zlaydigan, bir odam diqqat qilib yenidan ayrilmay qaranchoq bo'lib turmasa, uydan qochib nalagadir chiqib ketadigan, hadisi qabristonlikqa berib, o'zining 30 yillik qadinasi bo'lgan G'ulom akaning qabrisiga chaplashib, tuproqqa yuzini yiqib, zar-zar yig'lab: "Canım dadasi, meni bu dunyoda yolg'iz tashlab qo'yg'icha, o'zingiz bilan birga elibli kessangiz bo'lmamdi. Qo'yningizni ichim, nima kirib olay. Mening yana bechora kelinim Sarigulga ig'irchiligimni silib, yashig'im yo'q. Uningga yuz kelolmayman. Uning chiroyiga qarashdimmi xijil bo'laman", deb xuddi nervisi saq, normal odamlardek zar-zar yig'lab yetib oladi. Bu bechora onaning holini ko'rgan kishilar ularning oilasini mushundaq to'zandek to'zitib etgan vafosiz o'g'li Basitni 100 mingni tanlab la'nat o'qiydi va ko'rgan kishilar Masturxonni yo'lab aldab-saldab uyga akilib qo'yadi. Basit
Atысы Ғұлам акының чай күні, аялы Сарәмнің апысы Мәстұрған бәрген алтын зібізіннәтлері білән, атысы Ғұлам ака келіні Сарәмге бұл аиленің xirajat, керін чықым üçün дәп бәрген пұл пүчәк, алтын жабдықларны оғырлап чықып кеткенден кейін, атысы Ғұлам акының 40 чейгімі келмей, xuddi yer yüzüdün ғайып болғандек yo'qab ketgan edi. Hazır Sarəmning yüki teximi eğirlaşqan edi. Etiz eriqning işlerini qilmasa texi. Qayın apisi Məsturğan anının halidan xabar ilib, onu sirtlarga chiqib ketib, birə peşkelchilikka yo'liqib qilishdan ansirab, muhafizat qilibli yurmasa texi. Shundaq bo'lsa-mu, tishini tishlab, kunlarni o'tkazayotgan edi. Bir kuni maktabdan qaytib kelib, tavşırıq işləvatqan oğlu Mərdanğa, "Canım balam, kevəzləgi su kepdikan, Tahir akangni su tutub qo'yishni aytib qo'ygan edi. Mende 2 tane 3 chaqliq motosiklet bilan O'riya o'g'itlarini apirib berib kelay. Sen tavşırıqыңni ishlagach, momangning holidan xabar ilib, ko'z quloq bo'lib turgin, ha? Hozirg'u momang uxlayotidi, ammo diqqat qilgin. Momang sirtqa chiqib ketmasin. Ukang Aliyani mototqa silib, men alg'ach ketay. Yana seni eziq turib, singlingmi ko'chaga chiqib ketmasin yana." Degenicha, aldirash 3 chaqliq motosikletga andili 8 yoshga kirgan o'g'lining yordamlashishi bilan 5 qap O'riya o'g'itini silib, 4 yoshga kirgan qizi Aliyani yeniga o'ltirg'izib, motosiklet bilan Kevas etisiga yurib ketdi. 4 yoshga kirgan qizi Aliyani yeniga o'ltirg'izib, motosiklet bilan Kevas etisiga yurib ketdi. Sarəm Kevas etisiga kelganda, texi suv növbeti ularga kelmagan bo'lib, Nəvri inisi Tahir eriqning ichida to'g'on tutayotgan edi. Sarəm aldirash motosikletni to'xtatib, qizi Aliyani pastga ilib qo'ygandan keyin, O'riya xaltalarining og'zini ichib, chelakka bo'lib olgandan keyin Kevas etizning ichiga cheshishga boshladi. Sarəmning Nəvri inisi Tahir kelib, Acisi Sarəm chelakka usub ilib kelgan o'g'itni Kevas suvlariga acisiga yordamlashib chechishga boshladi. Taxminan etizda o'g'it chechib 1 soatdek hayal bo'lgan Sarəm, "Jinim ukam, sana yana jafo soladigan bo'ldim. Men tezroq uyga qaytmasam bo'lmaydi. Cho'ng opangning ahvolini o'zing bilasan. Birdamdili ko'zimizni g'aflat besib qolsa, uydan sirtqa chiqib ketadi." Degenicha, aldirash qizi Aliyani yeniga ilib, motosikletini minib, uy tarafga yurib ketdi. Tahir bu jafokash Nəvri acisining orqasidan uning ich axritgan holda qarab, beshini chayqab qo'yib, qolgan 2 chelak o'g'itni chechishga boshladi. Sarəm kevezlik o'g'it chechiyotgan vaqtidala qapıga tartib, yuragi ansiz silib, xuddi biror ko'ngilsiz ish yuz beradigandek bearam bo'lib turgan edi. Shuning uchun nihoyat aldirash Kevas etizga o'g'itni sepib etib, uyga qaytib kelgan Sarəm darvozaning yug'on ochiq turganini ko'rib, yuragi qatli qilib qoldi. Hem oila ichiga motosikletni quyundek haydab kirib keldi. Bu vaqtda bayatın beri topshiriqlarini ishlab o'ltirib, momisining yondagi uyda uxlayotganligini ko'rib, xotirjam bo'lgan Mərdan aldirash uyga kirib, televizorni ichib, o'zi qiziqib ko'radigan avtomanning kinosini ko'rayotgan edi. Ammo Mərdan kinoning ichiga kirib ketgan bo'lg'achqa, momisi Məsturxonning o'rnidan turib, darvozani ichib, sirtqa chiqib ketganligini tuymayli qolgan edi. Sarəm hoylig'i kiribla o'g'li Mərdanni tovlashga boshladi. "Hey, Mərdan, qilisan? U eshak quloq darvozani yuqon ichib etib, uyga kirib olganing nimasi? Momang qani?" Hoyliga motosikletning darildab unchiqib kirgan ovozini anglagan Mərdan ittik ekrandan ko'zini ilib, darizadan qarab, hoyli ichiga opasining kelganini ko'rib, aldirash hoyliga yugurib chiqdi.
ve apısıga "Momal öýde uxlawadydy apa. Darwaz taqaq tursa, sen qandaq girding?" dep sorady. "Vay nima? Nima deydiganda maw yagaş qulaq? Darwaz näde taqaq bolady? Xuddi şäher darwazysyzdek uçuq turmamdy." Sarem aşındaq degenice aldıraş öýlerge birme-bir kirip, qaynanysy Mesturxanny izdeşke başlady. Çoň öýge kirdi, ýok. Mehmanxana öýge kirdi, ýene ýok. Öýüniň käýnileri bagçy tarap izdemegen hiç qandaq ýer qalmady. Ahary Sarem "Hatjymy, jinimniň dahlisi bolgan. Momagny öýde uxlap qaldy" dep çıkıp televizor görüp şu filmning içi kirip ketdim degine. Momagnyň darwazadan içip çıkıp ketkinimi toýmapsan. Tiz bol, endi momagny nädemi tapamyz? Degenice özüni darwazanyň sirtiga atdy. Sarem köçege çıkıp uçurganly adamdan qaynanysy Mesturxanny soraýdy. O köçini mahalle içine alı koymay izlep çıkkandan keyin qaynanysy Mesturxannyň burunky wagtlardagidek qabristanlyga berip, qayna atysı Gulam akynyň qabrisi üstüde yaş tüküp yıglap yatamdygandy ya degenlerni oýlap, aldyraş qabristanlyk tarapga ýürüp ketdi. Amma o ýerde Mesturxan ana ýok edi. Degenlerni oýlap aldıraş qabristanlyk tarapga ýürüp ketdi. Amma o ýerde Mesturxan ana ýok edi. Saremniň ýüregi änsiz silip, putlary magdursuzlanyp, aldygy qança ittik mangansary putlary keýnigi tartyp duratdy. Çünki muşu günlerde mahallenin ayak tarafideki ziraatlarını soğuruş üçün tağdan gelgen kelkün taşqın suyunu kenet içige başlagan bolup, mahallenin sel nersideki taş eriqda sunun uluğluğu adam tügül kalı düşüp kesunu eqtip ketgüdek ittik eqivatgan edi. Sarem qabristanlyk içide netçe yıkılıp, netçe kopup yügürüp, mahallenin ayak tarafideki taş eriqning yeniga kelgende, özüdün 100 metr nerisida 12-13 yaşlık iki kichik bala "Vay adam bormu? Adam bormu? Taş eriqqa birisi düşüp ketdi. Adam bormu? Qutquzinglar!" dep to'g'lig'inicha Saremning oldiga kelayotgan edi. Hürmetlik eser anlıgıcı ve okurmen dostlar. Bu üstenge düşüp ketken zati kimdi? Mesturxan ana tepilamı? Eğerde eserinin davamıga qiziqsınız, nazarınız keyinki qismlarda bolsun. Köp qismliq avazliq asar 13 yaşlıq ana. Abdori Arzugül Ekrem. Mikrofon aldıda Yusufcan Abdurrahman, Bahargül Habibullah. 18. qism. Sarem aldığı yügürüp kelavatgan bu balalarning ansiz to'g'lashlaridan yüreki kökürek qatızidan chiqib ketadigandak bo'lib, balalarning oldiga yugurdi ve aldıraş ulardan so'radi. "Nim bo'ldi ukalarim? Kim üstden tushib ketdi?" Balalar yugurib to'g'lab kelavatqanlar xeyli bo'lgan bo'lsa kerak. Ularning nafaslari siqilib, o'pkisi og'ziga kaplashib qolgan edi. Ularmu Saremning oldiga kelib, ikki tizini tutib, engishib, hansirgan holda bir cho'ng onash tushib ketdi. Asli bizim özdenki suçumuzga kelgan edik, ammo suv bakil ulug' bo'lg'achqa suvga cho'milish niyatimizdan yenib, endi qaytayli deb turishimizga bir onash keldi. U onash oldida xuddi saranglardek qoqoqlab kulib ketdi. Biz hayron bo'lgan holda bir-birimizga qarashib turib qoldik. Orqadan unsilib yig'lab,
Men onunğa yük bolsam bolmaydı. Biçar balam. Bekli japa tartıp ketiyotdu. Vapasız goy. Hamını cezaýyňy ýeýsen dep kimlernidir tullashqa başlady. Biz o ýola garap sal gorkup galdyk. Bir qorsa sarangdak, bir qorsa soqtak, heli külüp, heli yığlap, tok-tukka gap qılıp duratdy. Birdulla köz aldymyzda östenge sekirdi. Biz şu haman adam çaqırış üçün bu tarapga yugurdik, dedi. Balalarning gepini anglagan Sara. Apa! Apa! Degeniçe taş erik yaqısida balalar ko'rsatgan tarafga qarab yugurdi. Sarım 200 metrdak yugurganda taş erik yaqısida apsi Mesturxonning bir pay kalıcını ko'rib, joyida qaqqan qo'zuqdak turibli qaldi. Bayatın beri onun ichida cho'qim üstenge sekrib olgan ayol apam emas. Birdamning ichida apam üstdan uyuq kelib bolamdi. deb o'zining gumonini inkor qilishga urinayotgan odam ko'z oldidagi paketga yana qaynonisi Busarxon onaning kalichiga qarab xuddi jini chiqib ketgandek daqiqa turib qolgandan keyin birdilla apa 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 deb to'lg'inicha o'zdan yiqilib yugurishga boshladi. U bir tarafdan yig'lab bir tarafdan nido qiladi. Necha qatim o'stangning yaqisiga qarilib, tizib qo'ygan toshlarga putlashib, yiqilib, beshini yerib oldi. Ammo Saram qilchilik og'riqni sezmagan holda yana o'rnidan turib, oldiga qarab yuguraydi. Canım apa, nemishqa undaq qildilar? Sizlar meni g'ashallik qilmaydinglar. Sizlardan ayrilib qandoq chidayman? Endi bu alamlarga qandoq bardoshlik beraman? O'g'illari basit, menga endi qandoq tuhmatlarni chapla. Bizning mol dunyamizni ko'zlab, opamning jiniga sen qasd qilding desa men qandoq qilaman? Bu tuhmatga qandoq bardoshlik beraman? O'zimni qandoq oqlayman, jinim oppa? Saram shundoq deb nola qilib yig'lab, yarim soatdak yugurib, o'stang tosh eriqdiki, suvni ikki tarafga bo'ladigan to'saq joning oldiga kelib qolgan edi. Saram bilan birga iz bisib kelayotgan, uningga o'stanga bir ayolning sakirganligini xabar qilgan heliqi ikki bola tuyuqsiz jo oldida suning ustida laylab turgan bir qora odamdek narsani ko'rsatib, Qarang acha, joning oldida suning yuzida odamdek narsa turdi. Uninggacha Sarammi yugurib, balalar ko'rsatgan jo to'saqning oldiga kelib bo'lgan edi. Degandek, bu yerda bir ayolning jasadi suv yuzida laylab turadi. Ammo u jasad dum ko'mtirilgan holatda turgandan keyin kim ekanligini aniq bilgili bo'lmaydi. Ammo Saram u jasadning uchidagi kiyimlarni tonigan edi. Bu dal Saramning qaynonasi Mesturxon ona bo'lib, Saram joning oldida turibla yig'lab tovlab, "Odam bormi? Yordam qilinglar! Qutqizinglar!" deb yordam chaqirganligi uchun Teği 10 minut ilgari o'stangdagi suvni ikkiga bo'lib joni besiyotgan kishilar teği bu yerdan ancha yiroqlashmagan edi. Shuning uchun Saramning ovozini anglagan u atrofdagi kishilar yugurishib kelib, qo'lidagi gurjikining sopiqi bilan jo oldidagi jasadni oldiga tortib, o'stangning yaqisiga elib chiqishdi. Saram shu hamon qaynonasi Mesturxon onaning toshdan toshga urilib, yuz ko'zlari ko'k, ko'rgisiz bo'lib ketgan jasadining ustiga o'zini tashlab, nola qilib yig'lashga boshladi. Birdamning ichida bu atrofda yurgan kishilardan 10 necha odam to'plashib, Saramga sabr tilab, qo'l-qo'l ko'tarishib, Mesturxon onaning jasadini Basitning uyiga elib keldi.
Heliqi ikki bala, xuddi hikoya so'zlagandek, Masturxon onaning o'stangi sakrash jarayonidagi qilgan harakatlari ham taq-tuqqi gap so'zlarini Saramning hovlisiga to'plashgan xo'lim qo'shna mahalladagi kishilarga aytib berayotdi. Masturxon onaning jasadi hovli ichidagi supiga yotqizilgan bo'lib, ustiga oqraq yepib qo'yilgan edi. Mahalladagi xo'lim qo'shna al jamoat bu hovliga kirib Saram bilan ko'rishib uningga sabr tiladi. Ba'zilar Masturxon onaning o'limiga ichinib uningga ich ag'ritib, "Hey, bechora ayol, shuncha arzolab bir tal o'g'lim deb cho'ng qilgan bolasi yaramas, nakas, xums chiqib qoldi. Hey, shuning kasofatidan yo'ldoshi g'olam akimi yurak kesili bilan tugab ketgachga, bechora ayolga bu dard alam ig'ir kelib, aqlidan ezib qolgan edi. Nimandaq ichinishliq o'lim bu bechoraga" deb ich ag'ritib ko'z yeshi qilishdi. Yana ba'zi kishilar bu bechora mazlum yo'ldoshidan ayrilib, kallasidan ketib qolgan edi. Helimi yaxshi, kelini holidan yaxshi xabar elib kelayotgan edi. Arzulab cho'ng qilgan o'g'lidan ya vafo kelmasa, kelini baribir kelin bo'ldi-da. Bir kunlarga kelganda zerkib qolsa qanday qilg'uliq? Unda xar bo'lib yashagandan tugab ketganimi bir hisobda yaxshi bo'ldi, deyishdi. To'y bo'lsa 3 kun so'z, o'lim bo'lsa 3 kun so'z degandek, mushundaq sarxil qiyos so'z cho'chaklar bilan Masturxon onaning jasadimi yuyib, tarilib yerlikka qo'yildi. Ammo Basit yer yutqandek g'oyib bo'lgan edi. Xuddi otasining o'limiga o'xshashla, otasi tugab hatti bo'lg'icha qarisini ko'rsatmadi. Saram Masturxon onaningmi çay işlerini ahırlaştırıp, xiyal sürüp olturgan bir günü, tuyuqsuz darvoza qattiq tepip içilip, "Voy apam, jinim apam, mushuklarning qo'lida o'lib ketishini o'ylamagan bo'g'aytang, jinim apam. Ishengan tog'lig'ingda kiyik yotmadi-ku apa. Seni qasligini ko'ziga ko'stib qo'yman, jinim apa. Qissasing og'ir keldi." "Apa!" degenicha faryod urib, yig'lab, Basit kirib keldi. Asli Masturxon ona tugab ketibla, Saramni otasi To'xta aka bilan opasi Busarxon o'zlarining uyiga bolalar bilan qatib ko'chirib ketmoqchi bo'lgan edi. Ammo Saram, "Apa, ota, o'g'li har qancha askilik qilsin-mu, qiynota qiynonamning xeyli yaxshiligini ko'rganman. Otamga tugab ketdi. Endi opam tugab ketib, 40 kun bo'lmayla. Uyning chirig'ini o'chirib, ishni taqab qo'ysak yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun opamniki chaylarni berib bo'lg'icha, chirig'ini yondirib, mush uyda o'ltiray" degan talbiga amalsiz ma'qul bo'lgan bo'lsa-mu, yanala qizi Saramdan ansirab, To'xta aka bilan Busarxon onami bu uyga kelib, qiziga hamroh bo'lib turayotgan edi. Tuyuqsiz darvozani qattiq tepib, echib, noli faryod urib, yig'lab kirib kelayotgan Basitni ko'rgan qiyni otasi To'xta aka, har qancha eski bo'lsa-mu, mushu o'lib ketgan qudusi Masturxonning yuzini qilib, Basitga tasalli berish uchun o'rnidan turib, ittik oldiga kelib, "Sabr qiling jinim bolam, ketganlar ketdi, hayot qolganlar yana yashimsaq bo'lmaydi" deyishiga Saramning yo'ldoshi Basit buvayning yoqsidan siqib turib, "Balli, sizlar bak esil yashaydigansizlar, ha? Qizinglar hadisa men bilan urush jidal qilib, ota-onamga haqorat qilib qo'rlag'ashqa, otam barlashib berilmay yurak kesil bilan o'lib ketdi. Endi bechor onam qolgan edi. Qizinglar bilan birlashib, qaslab, o'stanga ishtirib o'ltirib, murodonlarga yetdinglarmi? Texi ota-onamning kirpikiga to'p qo'nmay turib, uning mol-mulkini, barliq besotini egilib, uyga ko'chib kelibsizlar. Sizlardan qonga qon, jonga jon olaman, bilib qo'yosh" dedi.
Yo'ldashi Basitning nomussizlarcha atisi To'xta akaning yoqasini siqib, kaniyini bo'g'ib, höy qildirayotganiga qarab, bardoshlik berolmagan Saram o'qdak etilib kelib, Basitning qo'llarini silkib, atisi To'xta akaning yoqasidan ajratishga urinib, "O odam bo'lmaydigan eshak-ko'y. Nima gaping bo'lsa menga qilgin. Atamning yoqasini qo'yvat." Saram shundoq degenicha Basitning qo'llarini atisi To'xta akaning yoqasidan ajratishga urinadi. Hürmetlik oqurman. Ata-anasi tugab ketsa-mu, qarsini ko'rsatmagan bu Basit, endi bu o'ylarga nima kunlarni ko'rsatdi? Saram bu nakas, vijdonsiz erdan ajrashib ketalarmi? Asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismlarda bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 19 qism. Basit ayoli Saramning gaplarini anglab, darhol qiynatisi To'xta akaning yoqasini qo'yib etib, Saramning chechidan qamallab tutqunicha. "Ho'qir paskana nomussiz qanjoq, apamni qaslab o'ltirib, tex nomus qilmay bu uyda erkin azod o'ltiribsan ha? Men texsini mening kelib hisob elishimdan qo'rqib, bir yer qechib ketgan bo'lsa, nerdan tep o'ch olaman deb asrab ketibdiman. Bu yaxshi bo'ldi. Qarg'ansan paskana qanjoqmi, jiningdan to'ygan o'xshaysan." Degenicha Saramning udul kelgan yeriga dasab, tepib urushqa boshladi. Ammo bu qatim Saram burunqi vaqtlardagidek Basit o'zini dasab, chaylab ursa, uningga yolvorib yig'lab o'ltirmadi. U das o'rnidan turib, Sabitning yoqasidan qamallig'inicha. "Voh, odam bo'lmaydigan eshak-ko'y. Sening qo'lingdan mendek ojiz ayolingni urishdan boshqa nima ish kelayapti? Bu yaramaslarda. İşlab 4 tanga pul tepishga yaramaysan. Ota-onangni zar-zar qo'shdim. 30 yildan beri topgan ta'mikini nada yo'q, buzuq sharmanda. Nomussiz xotinlarga, aroq sharafqa, qamarga xashlab so'rib tugatdim. Sen eli chiqib sotmagan, hatto uydagi tozliq ko'zimi qolmadi. Namoz qilsang bo'lmandi. O sharmanda. Isit sening erkishi bo'lib qolganim. Otam sening zaringga chidamay, bardoshlik berolmay, achchiq yetib o'lib ketdi. Bilib qo'y. Bechora qaynotamning supida yurak kesili qo'zg'alib, o'zrab yetib o'lib qolganini ko'rib turib, tashlab ketib qoldim. Senda ichchilikmi, vijdon, vafo degan narsa yo'qkan. Opangni men qaslab o'ldirdimmi? Yoki sendek nomussiz sharmanda o'g'lini tug'ib, cho'ng qilg'iniga pushaymon qilib, o'ziga o'zi la'nat o'qib o'stangi sakrab olib oldimi? Atrofda ko'rgan va anglagan kishilar hammasi biladi. Ota-onangni zar-zar qo'shdim. Pul mollarini xashlab tugitib, bugungi kunga kelganda opangning o'lkini maqsad qilib kelganmidim. Qo'lingdan kelganini qil. Qilni qirqqa ayraydigan, seningdek qizil ko'z nomussizlarning adabini beradigan odil xonim bor. Bilib qo'y. Kim zo'migar bo'lsa, shuningki to'g'ri bo'lib qoladigan qor jamiyat yashamayapmiz biz. Jungo Kommunistik partiyasining adil qonun tuzumi yurgizilayotgan ozod zamonda yashayapmiz. Bilib qo'y. Saram shundoq deb o'zining chechidan qamallab tutib, urayotgan Basitni jon jahli bilan itirib, o'ngdisiga uchirvatdi. Bu vaqtda Saramning opisi Busarxonmi axshimisi yotquchilik eshikni tirab qo'ydigan to'qmoqni ilib kelib, Saramning yeniga kelib bo'lgan edi.
Bayatın hökürəp, kökəmilik qılıvatqan Basit, ayalı Sarəmnin ғəzəblənген halda etqan sözlərini və onun burunqidək qorqub, yığlab turmağını görüp, səl əndikib qalğan edi. Sarəmnin anısı bu Sarıxan, "Səndək vapağı capa qılıdığan hayvanını görmətdikənniz. Seni ata-anısı nihayeti esil, hürmetki sazaver kişilerde. Ata-ananın yüzüden kızımızını sana bergen. Beçara kızım. Neçe yıllardan bu yan. Bu aydısının tatkan horlukları, görgen azaplarını bizge mi çandırmay kilipti. Bunundan keyin sendek tonguzun uyuda. Kızımızını bir minut mu turguzmayımız bilip koy. Özünce dep dünya baylıqımızını igilep, öyde olturup sen dep koy. Sendek yaramasının destede, çaşkan kürsümü yamallap çıkıp ketkidek bulup kalgan öyde. Çiştixanı kılgılımı turmaymız. Bizning özümüzge yarışa tutkan makanımız ba kişiler. Sendek tonguzunu kaçan kilip, öyni ilikiga alır dep saklap turgan edi. Bula kızım Sarıgül, balalarını ilip çık öyge ketimiz. Ola şundaq degeniçe Sarəm bilan oğlu Merdan kızı Aliyəni ilip özlərinin üyüge ketken edi. Məsturxan ana tügep ketip, 20 gün bolğanda Sarəm bilan Basit ayrım-ayrım Xalq Sot Məhkəməsinin Sarəm toxtunun yoldaşı Basittin ajrashish ariznamesini so'rab, ahvol igilab, ijro qilish to'g'risida chaqiriq topshirib oldi. Әтісі Sarəm bilan yoldaşı Basitqa sot içildi. Sarəm dal vaqtida sot məhkəməsiga kelgan bolsa-mu, yoldaşı Basit kelmagan edi. Axırı bolmay, sot məhkəməsinin hüküm icra qilish kollagisi Basitqa uqtirish qilib, agarda tushdan keyin soat 3 gacha shaharlik xalq sot məhkəməsinin 3-chi sot uyiga yetib kelmasa, sot məhkəməsi öz aldığı icra qiladiganligiga to'g'riliq uqtirish bergan edi. Sot məhkəməsiga barmasamla, hamma ish o'tib ketadi-g'u deb o'ylagan Basit bu uqtirishni ko'rib, sal jiddiylashib qoldi. Tushdan keyin soat 3ga ulgurib, sot məhkəməsi ko'rsatib bergan sot zaliga yetib keldi. Basit sot ustida hiylagarlik bilan yig'lab, Sarəmga yalvorib, o'zining qilgan qilmishlariga pushaymon qilganligini, oilasini buzg'usining yo'qligini, 2 bolasini yetim qilmay, uyni tutib qilishni talab qilib turib oldi. Ammo sot kollegiysi Sarəmning qo'ygan dalil isbotlari, mahalladagi kishilarning isbot so'zlari bilan Basitning hadisi xotinni urib xo'rlash, zo'migarlik qilish, oilasiga, bolalarga mas'ul bo'lmay, hadisi uydan hatto 10 kun chiqib ketib, sirtlarda o'yin tomosha, ayshi ishrat bilan yurganligi sababidan ularni majburiy ajrashtiribdi. Basittin ajrashib, erkinlikka chiqib, yeniklab qolgan Sarəm 2 bolasi bilan ota-onasining uyiga kelib turayotgan edi. Ammo Basit hadisi haraqni bo'lishiga ichib, mast bo'lib, kechida kelib, ularning darvozasini urib, faqat oromlik bermagachga, oxiri bardoshlik berolmay, To'xta aka bilan opsi Busari xonning 30 yil tutgan uyini boshqalarga setib etib, shaharga kirib, Sarəm iltimos qilib olgan 50 kvadrat metrlik to'van ijaralik uyda 3 avlod kishilar turayotgan edi. Sarəm mushularni o'ylab, ichida yo'ldashi Basitni 100 mingni tillab, o'zlari o'ltirishliq binoning oldiga kelib qolganini tuymayla qolgan edi. Sarəm uyga qaytib kirganda, uy ichida otasi To'xta aka va eng yaqin sirdosh do'sti Havoxon bilan qizi Aliya o'ltiradi. Eshikning ichilib, apsining kirganini ko'rgan Aliya ittik kelgancha apsiga esilib yig'lab, Canım oppa, qaytib keldingizmi? Sizni bekla ansirgan edim. Telefoningizni olmabdi ekansiz. Beni aldığı tushibmi? Shuncha izlab sizni topolmagan ekan. Faqat amal qilolmay, Havoxon opamga telefon qilgan edim. Havoxon opam darhol yetib ketdi ekan. Shaharning ichida izlamagan yerimiz qolmadi. Siz nega
dedi. Do'sti Havo xonmi ittik o'rnidan turib Saranning oldiga kelib, "Jinim do'stim, sen shuncha qaysar ham g'ayratli eding-ku. Nimishqa bundaq ahmoqlik qilib, uydan chiqib ketib, yarim kechaga qaytib kelmay, bolani ansirtisan. Har qanday ig'ir ish bo'lsa-mu, cho'qim yaxshilashqa bir sabab tepiladi. Osmon o'rilib tushadigan ish bo'lsa-mu, sen bundaq umidsizlansang bo'lmaydi. Bo'ldi, sen obdan aram olgin. Sen qaytib kelgandan keyin endi men uyimga qaytib ketay. Bo'lmasa, hali bizning uydagilarmi meni izlab yurmasin. Men at degan kelaman. Nima gap bo'lsa, shu vaqtida deyshayli. Sen hech nimani o'ylamay, obdan aram olgin, ha?" degenicha aldirash chapinni ilib binodan pastga tushib ketdi. Do'sti Havoxon ketgandan keyin Saran uy ichiga qarab, o'g'li Mardonni ko'rmagandan keyin otasi To'xti akadan so'radi. "Ota, Mardon ko'rinmaydi-ku?" To'xti aka sal ajablangan holda, "Men taxa Mardonni sen bilan bilimikin deb o'ylab tikanman. Hay, bu bola mushkillarda rostlik hadidan ishib ketyotidi. Qarg'anda bir asvog'lishning uyda qo'nib qolgan o'xshaydi. Texi ta'til to'shab bolani maktabga yig'magan tursa, bu bola hiyladan mushunda qilib yursa, tugun maktabga borganda qanday qiladi? Zodi obdanroq bir gap qilib qo'ymasang bo'lmadi?" Ammo Saranning qo'liqiga otasi To'xti akaning gaplari faqat kirmayotdi. Uning kallasida Mardon zodi naga ketgandi deganli xayol bor edi. Asli Mardon og'aynilari bilan to'p o'ynab, endi binoga chiqib, eshik oldiga kelganda, opasi Saranning Mardonning singlisi Aliyani so'roq qilayotganligini anglab, eshik oldida qaqqan qo'ziqdek turib qolgan edi. Keyin singlisi Aliyaning o'zi bilan bo'lgan ishlarni birini qo'ymay, yiptin yangisig'icha opasiga aytib berganligini anglab, uyga kirishga jumladan opasining yuziga qanday qarashni bilolmay, o'zining qilib qo'ygan bu xato qilmishidan nomus qilib, uyga kirmayla asta kayniga o'rilib, binodan chiqib ketgan edi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Mardon zodi naga ketishi mumkin? Bu notavon bolalarning keyingi turmushi qanday bo'lib ketar? Asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismlarda bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 20 qism. Saranning o'y xiyoli hozir o'g'li Mardonda qolgan edi. O'g'lim Mardon qarg'anda singlisi Aliya bilan deyishgan gaplarimizni anglab qolgan o'xshamamdi. Shunglashqa uyga kirishga, mening yuzimga qarashga petinolmay, uyni tashlab chiqib ketgan o'xshamamdi. Men xiyolimda bolalarimni boshqalarning oldida tilqisinchilik tarqizib, muhtojlikqa qoldirmay, hamma narsani tal qilib berib baqsam, holidan yaxshi xabar olsam, yaxshi o'qib, kelgusida jamiyatga yaramliq izbosarlardan bo'lib chiqib, mening yuzimni yo'riq qiladi deb o'ylab ekanman. Asli oila tarbiyasimi bek muhim o'rinda turdi ekan emasmi? Men ajab bu nuqtaga diqqat qilmabdiman deganlarini o'yladi va qizi Aliyaning qo'rsiqidagi homilini qandoq bir taraf qilishni bilolmay, bekmi beshi qatgan holda xayolga petib o'ltirib ketdi. Saram o'zi bayqamagan bilan o'stan bo'yida
Hem ko'chada uzoq yurib ketgan bo'lg'achqa, bakli muzlab ketganlikdan hozir issiq yo'tqanning ichiga kirib, birdilla jaloqlab, titrab ketayotgan edi. Yo'tqanni purkinib, bir hazo yotgandan keyin Saranning badallari isib, ixtiyorsiz uyqu besishga boshladi. Telefonning tuyuqsiz sayrashidan cho'chib, uyg'onib, ko'zini ochgan Saram allaburun tong etib, kunning xeyli bir yerga berib qolganligini his qilib, aldirash o'rnidan turib, telefonning ulanish knopkasini bosdi. Saramga telefon qilgan axsham uningdan ansirab, bu uyga kelib, qizi Aliya bilan Saramni yerim kechagacha izdishib berib, u qaytib kelganda uyga ketgan do'sti Havoxon bo'lib, "Qandaqroq turibsan, Saram? Ovozingdan qaraganda, tex o'rningdan turmabsanmi nima? Tez tura o'rningdan, vaqt bir yey berib qoldi. Men bolalarni kursga ilib berib etib, Visal qahvaxonasining oldida seni saqlab turaman. Tez bo'la, ha? Uyingda otang ham bolalaring bo'lgandikin, azoda mongdash qil bo'lmaydi ekan. Mush yerda obdan bir paranglashayli. Tezroq kelgin, ha? Men seni bek uzun saqlab turib ketmayman, ha?" Havoxon shundaq deganicha aldirash telefonni qo'ydi. Saram do'stiga ma'qullik bildirib, ittik telefonni qo'yib, tazliq uyiga kirib chiqib, yuz ko'zlarini yuvib olgandan keyin nashtalik tayyorlash uchun aldirash oshxonaga kirib keldi. Ammo qizi Aliya boshqacha tetiklashib qoldimi yoki opsidan qo'rqibmi shunday qilyapamdi? U allaburun o'rnidan turib, oshxonada nashtalik tayyorlayotgan edi. Uyda mumisi Busarxon hammasi bilan yeziga chiqib ketganligi uchun akisi axsham qaytib kirmagandikin uyda ortiqcha odam bo'lmag'achqa Aliya buvisiga sho'girish solgan edi. Aliya xiyolida opisining sirtqa chiqadiganligini bilmagachga, uning kunda atigini qo'rib, nashta qiladigan odatini bilgachga, saylarni yuyib, to'g'rab, tayyor qilib bo'lib, opisi Saramga "Buvamga sho'giri silib tayyor qilib qo'ydim. Xo'rnonni akirib istib qo'ydim. Qo'rmining saylarini yuyib, to'g'rab tayyor qilib etdim. Xafa bo'lmay, o'zingiz qo'rsingizda bo'larkan, to'qapa. Men mayning busini pursamda, pek beyaram bo'lib ketadi ekanman", dedi sal o'ng'aysizlangan holda levini tishlab turib. Saram ambal ustidagi sayko'ktatlarga bir qarab qo'yib, "Bo'ldi qizim, tayyorlab qo'ygan saylarning ustini yepib, mush eskatni qo'yib qo'ygan. Mening faqat nashta qilg'im yo'q. Hozir sirtqa chiqaman. Tayyorlab to'g'rab qo'ygan saylarni tushlik tomoqqa qo'rib, mifan qilamiz", deginicha yotoq uyga kirib, kiyimlarini almashtirib, sirtqa qarab mangdi. Saram Visal qahvaxonasiga yetib kelgan vaqtida do'sti Havoxon allaburun qahvaxonaga kelib, uni saqlab o'ltirgan edi. Saram toksikletni qahvaxona oldidagi bir bo'sh o'rinni tepib, to'xtatib qo'ygandan keyin qahvaxona ichiga kirib keldi. Bu vaqt texi soat tushdan burun 10 bo'lmagan vaqt bo'lg'achqa, qahvaxonaning ichi asosiy jihatdan bo'sh bo'lib, sal ichkari derazaning oldiga qo'yilgan qahva ustilida o'ltirgan do'sti Havoxon o'rnidan turib, oningga qo'lini pilanglatdi. Saram kelib, do'sti Havoxon bilan yuzini yuziga yaqib ko'rishgandan keyin chapinni silib, o'rindiqning yo'lanchiga qo'ydi va do'stiga qarab kulimsirab, "Kechirgin adashim, axsham sal muzlab ketibdi ekanman. Yetibla bak qattiq uxlab qatdiman. Atdigan sen telefon qilganda uyg'ondim degina", dedi kulib turib. Havoxon bu yuk ko'tirishlik do'stining o'zini majbur xo'shal tutishiga urinayotganini bilib, asta uning qo'llarini tutib, "Hozir ahvoling qandaqroq jinim do'stim? Axshamzodi nemish bo'ldi? Nemish qo'ydan chiqib ketdim? Qizing Aliyadan so'rasam, beshini tuvan silib, mishildab, yig'lab, faqat javob bermadi. Otang To'xtaxon akam zodi nemish bo'lganini bilmaydi ekan. Endi menga ayta, jinim do'stim.
Akşam senin yanından öyge qaytıp ketkinim bilen, xiyal fikrim sende. Kecha hiç gözümge uyqumu yok. Xuddi ruhim senin giningda qalgandek, min tasditangni atqozdim degine. Havaxonning jiddiyleşip, özünün akşamdan zadi nemish bolganligini dep berishni kutib, ağzığı telmürüp, taqazo bo'lib turg'ini, uning jiddiyleşip turgan chiroyidan mana menda chiqib turadi. Ular so'zlashib turganda, kutkichi qiz ularning oldiga chiroyli naqshlik patnosda har xil pechini paranik silingan holda 2 istakan qahvani ilib keldi. Havaxon odatda qahva ichmaydi. Bu joyga har doim do'sti Saram bilan mungdashib, ichidagi dardlarini aytib, sirdish bilish uchun kiradigan bo'lg'achqa, do'sti Saramga hamroh bo'lib o'ltiradi. Amaliyotda bu joyga necha qatim kirib o'ltirib chiqqan bo'lsa-mu, Havaxon qahvaga faqatli ko'nalmagan edi. Har qatim kirib Saram bilan mungdashib o'ltirganda, Havaxon qaniq damlangan choy bilan tatliq turmidan yeb o'ltiradi. Saram bo'lsa 2 istakan qahvani ichib etadi. Atdigan Saram nashta qilmay kelgan bo'lg'achqa, Havaxon uning oldi bilan azroq nashta qilishni aytgan bo'lsa-mu, Saram parvosizlik bilan oldiga qo'yilgan istakandagi qahvani bir ko'tarib ichibatdi. Hozir uning kayfiyati xeyli turaqlashib, beshining og'riqini qo'yayotgan edi. Saram o'zining oldiga qo'yilgan achchiq qahvani ko'tarayotgandan keyin do'sti Havaxonga: "Hey, ahmoq xotin, bu odam ishmaydigan bir narsa bo'lmagandikin, har qatim bu qahvaxonaga kelganingda, uyingda ichib boqmagandek choy bilan pechin pirani yeb o'ltirdi ekansan. Bugun bo'lsa-mu, azroq ichib boqqana", dedi sal xafa bo'lgan holda. Ammo Havaxon oldidagi qaniq damlangan qop-qora qahvaga qarab, eg'izlarini purishtirib, saskanganda qiliq qilib Saramga: "Hey, qandoq ichsan deyman jinim adishim. Ondaq desam meni tillab ketma. Sen bekmi yoqtirib ichadigan mushu qahva degan narsa ko'zimga xuddi mushuk puqidayli ko'rinadi. Mushundaq narsani texi shakarmi solmay, sutmi qaytmay. Mushundaq narsani texi shakarmi solmay, sutmi qatmay ichishlaringchi sening. Ay, mening burnimga bu achchiq qahvaning purqi xuddi kuyib ketgan qotirmashdek kuyindili puraydi. Sening mazza qilib purab ketishlaringga hayron qolaman degina. Sen yoqtiradigan bo'lgandikin, bunimi sen ishkina. Menga mush choy bo'lsin kifoya", dedi. O'zining oldidagi qahvani Saramning oldiga surib, Sarammu takalluf qilmayla do'stining oldidagi qahvani ilib bir o'tdan ichgandan keyin istakan qahvani chiroyli kumush qo'shiq bilan elashtirib, tegi yo'q xiyolga petib o'ltirib ketdi. Bu do'konning ismi Visal qahvaxonasi degan bilan ichida har xil ichimliklar va pechini peranik, tatliq turum, to'g'u pachiqi, hamburg bo'lkisi, pisa qatlamisi degandek hozirgi zamonning yoshlari eng yoqtirib yeydigan pishiriqlarni chiqaradi. Shuning uchun asosiy jihatdan yosh balalar tushlik tomoqqa bu yerga kirib o'ltirib, to'g'u pachiqi, pisa qatlamisi yegach qahva ichib qaytishadi. Bu yerning sodisi asosiy jihatdan tushdan keyindila boshlanib, kashqurun bo'lganda bag'li avat bo'lib ketadi. Havaxon do'sti Saramning istakandagi qaldu qahvani elashtirib, xiyol surib o'ltirganiga qarab, sal ichib pushti bo'lg'ay. "Hey, Sarigul, xeylidan beri sening og'zingga talmirib o'ltiribdiman. Gap qila. Tunugin axshamdan zoti nemish bo'ldi?" Axsham kashkichi o'g'ling Mardammu qaytib kelmadi. U balami sal cho'ng bo'libli gap anglamaydigan yog'och quloq bo'lib qoldimi qandoq? Soat 10gacha o'yin tepib kelmagan bormi? Yoki av otisi Basit degan to'ng'oz balaning quliqini burab, ideyasini burmilab, san o'tib qo'pib atamdi ya. Gap qila,
ağzыңni sirtmalab qo'ygandek, levingni tishlab o'ltirib olmay, dedi xafa bo'lib. Hürmetlik əsər anlıqçı oqurman dostlar. Saram do'sti Havoxonga oilasida bo'lib o'tgan bu ishlarni aytib berami? Do'sti Havoxon onunğa qanday yordam qila? Agar asarning davomiga qiziqqan bo'lsangiz, nazaringiz keyingi qismlarda bo'lsin.